Assalomu alaykum hammaga. Bugun Telegram kanalimizga Yevropadan, ya'ni Germaniya davlatidan 3 ta vakansiya kelib tushdi. Bugun mana shu vakansiyalarni sizlarga birma-bir ko'rsatib obzor qilib beraman. Ma'qul kelsa albatta sizlar o'zlaring arizalaringlarni berib turib, ish beruvchi bilan bog'lanib gaplashib ketishinglar mumkin bo'ladi. Hozir hammasini to'liq tushuntirib beraman. Telegram kanalimda bu vakansiyalar joylashgan. Telegram kanalim silkasini kommentariyada qoldiraman yoki mana shu QR kodni bitta skaner qilib olsanglar Telegram kanalimga olib o'tadi. Xo'p, Telegram kanalimizning linkini, logosini ham ko'rsatib beraman. Ya'ni profili shunaqa ko'rinishda. Albatta o'tib, bemalol vakansiyalar bilan tanishib chiqsanglar bo'ladi. Xo'p, endi birinchi vakansiyani ko'rsatib beraman. Birinchi vakansiya mana shu, ya'ni Germaniya davlatining Rottenburg an der Laber degan shahrida, ya'ni bularga haydovchi kerak. SY toifadagi guvohnomasi bor haydovchilar kerak. Oyiga 3200 € sof, ya'ni qo'liga tegadigan summasi 3200 € qo'liga olasizlar. Agar sizlar ish beruvchi bilan kelishadigan bo'lsanglar, u sizlarga taklifnoma yuboradi. U taklifnomada 3500-4000 € atrofida yozilgan bo'ladi. U ish beruvchi unaqa katta summani Germaniyadagi soliqlarga qarab belgilab qo'ygan bo'ladi, lekin qo'liga sof tegadigan summa 3200 € ni tashkil qiladi. Xo'p, endi ish jadvallari, ya'ni qaysi kunlari ishlaysizlar? Dushanbadan jumagacha ish bo'ladi, soat 7 dan 17:00 gacha. Mana shu 10 soatlik ish bo'ladi bu yerda. Soatlik tanaffus, ya'ni 1 soat tanaffus bo'ladi. Turar joyga keladigan bo'lsak, bepul taqdim etiladi bular tomonidan, ya'ni o'zining bazasi bor. Mana shu bazada sizlar tekinga yotib tursanglar bo'ladi kechqurun. Bazada bepul yashash yoki kvartirada 350 € deyilgan. Xohlasanglar, agar bularning bazasida turmayman desanglar, sizlarga kvartirani topishga yordam beradi va kvartirasi bor topishga yordam bermaydi. O'sha kvartirada 350 € to'lab turasizlar. Bular o'zi nimasini 3200 € oyligidan 350 € ni olib qolib sizlarga kvartiraga joylashtirib beradi. Xo'p, maxsus kiyimga keladigan bo'lsak, ular tomonidan maxsus kiyim taqdim etilmaydi. O'zingizlar bilan olib borasizlar agar ish beruvchi sizlarni chaqiradigan bo'lsa. Endi ishga o'tkazish taqdim etilmaydi, kerak emas deyilgan. Bu yerda endi bu nimani anglatadi? Masalan, sizlar u yoqqa borib turib kvartirasida joylashadigan bo'lsanglar, 350 € to'lab oyiga joylashadigan bo'lsanglar, sizlarni turadigan kvartiralardan ish joyigacha mashina qo'yib bermaydi. Ya'ni xohlasanglar piyoda, xohlasanglar ko'chada shu taksi to'xtatib, shu taksiga o'zingizlarning hisobingizdan pul to'lab borib kelib yurasizlar. Bu yo'q, ya'ni. Keyingisi kimlar uchun deyilgan? Ya'ni kimlar bora oladi? Erkaklar bora oladi. Erkaklar uchun bu kasb 20 yoshdan 50 yoshgacha deyilgan. Ya'ni agar yoshinglar 50 yoshgacha bo'ladigan bo'lsalar va 20 dan baland bo'ladigan bo'lsalar, bemalol borishinglar mumkin. Albatta tajriba kerak bu yerda. 2 yillik tajriba bo'lishi kerak deb yozib qo'yilgan. Agar 2 yillik tajribalar bo'lmasa, bu ishni sizlar bora olmasliginglar mumkin. Lekin uni ham gaplashib ko'rsanglar bo'ladi. Hozir qanaqa gaplashishlarini ham tushuntirib beraman. Tilni bilish majburiy deyilgan, ya'ni 4 ta tildan bittasini hatto bilishinglar kerak. Rus tili, rumin tili, ingliz yokida nemis tilini bilishinglar kerak. Mana shu 4 tasidan bittasini bilsanglar o'zingizlar uchun yaxshi bo'ladi. Keyingisi kerakli hujjatlar. Bu yerda Polsha vizasi, yashash kartasi, Yevropa Ittifoqi pasporti deyilgan. Endi bu yerda hozir bu vakansiyalar ko'pincha Yevropa aholisi uchun tashlanadi. O'zbekiston uchun men tashladim bu yerda. Endi qaranglar. Bu yerda agar mana shu 3 tasidan bittasi sizlarda bo'lmaydigan bo'lsa, sizlar ish beruvchiga chiqasizlar. Shunda O'zbekistondan bormoqchiman, C kategoriyadagi guvohnomam bor deysizlar, keyin ular sizlarga taklifnoma yuborishi mumkin. O'sha taklifnoma bilan sizlar elchixonaga borasizlar va elchixonada sizlarga viza to'g'irlab beradi. Xo'p, endi bu yerda sinov muddati 3 kun deyilgan, ya'ni sizlar 3 kun davomida sinov muddatida yurasizlar. 3 kundan keyin sizlarga aniqini aytadi bu, ya'ni xolos ishlash yoki ishlamasliklarini aytadi. Lekin katta ehtimol bilan ishlaysizlar. Chunki deganda haydovchilik kasbi hozirda Germaniyadagi juda ham ishchilari kam kasb hisoblanadi, ya'ni talab yuqori bu kasbga. Endi qaranglar, bu nimaga, vakansiyaga, ya'ni ishga qanaqa qilib borasizlar? Pastda mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, murojaat qoldiring degan bor. O'shani ustiga bitta bossanglar, sizlarda mana shunaqa oyna hosil bo'ladi va ochishni bitta bosasizlar. Xo'p, ochishni bosganinglardan keyin
mana shunaqa o'yin hosil bo'ladi. Ya'ni anketa to'ldirish. Bu yerda sizlar anketa to'ldirib turib yuborishingiz kerak. Bu hozir ukrain tilida adashmasam, buni biz ruskiy yazikka o'tkazib olamiz. Ya'ni o'ng tarafda tepada UA yozuv turibdi. O'sha bitta bossak ru yozuv chiqadi, ya'ni rus tilida. Mana shunga bitta bosib olamiz. Xo'p, bosib olganimizdan keyin mana bizga anketani rus tilidagi variantini chiqarib berdi. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda ukrain nimasi turibdi. Mana shuni bitta bosib pastga, eng pastga tushasizlar. Mana bu yerda O'zbekiston turibdi, ko'rishingiz mumkin. Ya'ni bu degani O'zbekni ham oladi degani. Xo'p, mana O'zbek nomer bu yerga yozasizlar. Keyinchalik pastga tushadigan bo'lsanglar, email, dokument hammasi turibdi. Agar sizlar bunaqa anketa to'ldirib o'tirmayman, to'g'ridan to'g'ri gaplashaman deydigan bo'lsanglar, chap tarafda mana pastda telefon yozuv turibdi. O'shani bitta bosasizlarda nomerga shundoq cheres chiqib turib, gaplashib turib, hal qilsanglar ham bo'ladi. Albatta rus tilida gaplashasizlar. O'ng tarafda esa SMS xabarnoma belgisi turibdi. Unga bosib turib, to'g'ridan to'g'ri yozishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, agar sizlarga ish ma'qul keladigan bo'lsa, albatta Telegram kanalimizga o'tib turib, mana shu vakansiya orqali ishga topshirib, taklifnoma olishingiz mumkin. Keyin yana bitta narsani eslatib o'taman. Men hech qanaqa konsalting firma yoki ishga yuboruvchi emasman. Prosta Yevropadan ishlar kelyapti. O'sha ishlarni shundoq Telegram kanalimga tashlab beraman. Obunachilarim mana shunaqa sizga bitta bosib turib, o'zlari aloqaga chiqib, viza to'g'irlab ketishyapti. Sizlar ham shunaqa qilsanglar bo'ladi. Xo'p, endi pastroqqa tushadigan bo'lsak, bu yerda ikkinchi vakansiyamiz, 3 ta vakansiya bor. O'sha 3 tasini ham ko'rsatib beraman. Ikkinchi vakansiyamiz Germaniyada, bu ham, ya'ni Germaniya davlatida Bebra degan shahrida bo'ladi. Omborxona ishchisi kerak, ya'ni skladda ishlaydigan ishchi kerak bu yerga. To'lov sof 10 yevro soatiga, ya'ni qo'liga soatiga 10 yevrodan pul berishadi, soliqlardan tashqari. Mana shunga ham e'tibor beringlar. Lekin dokument, ya'ni taklifnomada sizlarga 13, 15 yoki 20 yevrogacha yozilgan bo'lishi mumkin, lekin bular soatiga 10 yevro beradi, qo'liga tegadigan summa. Jadval ish vaqti, ya'ni qaysi kunlari ishlaydilar. Dushanbadan jumagacha 7 dan 17:00 gacha, shanba kuni 7 dan 15:00 gacha ish bo'ladi har kuni. Yakshanba kuni bitta dam olish kuni hisoblanar ekan. Mavsumga qarab bizning mavsumimiz martdan noyabrgacha davom etadi deydi. Kuniga 8-10 soatgacha ish bo'ladi. Oyiga 170-200 soat garantiyasi bor. Ya'ni mana shuncha soat ishlaysizlar. Bu degani o'sha kunliga tegadigan summa 1700-2000 yevro atrofida bo'ladi. Endi bulardan turar joyga ketadigan summa 250 yevro. Ya'ni bular o'zining kvartirasi bor va o'sha kvartiraga sizlarni joylashtiradi. 250 yevro har oy sizlarni beradigan oyliklardan olib qoladi o'ziga 250 yevroni. Xo'p, endi ish kiyimlari deyapti. Ish kiyimlari bepul beriladi. Himoya poyabzali bo'lishi kerak. Ya'ni himoya poyabzalini o'zinglar bilan olib borasizlar. Qolgan kiyimlarni o'zidan beradi. Ishga o'tkazish bepul taqdim etiladi deyilgan. Ya'ni sizlar joylashtirgan kvartiradan ish joyigacha bepul mashina qo'yib beradi. O'sha mashinada sizlar borib kelasizlar. Xo'p, endi bu kimlar uchun? Ya'ni bu ish kimlar uchun? Asosan erkaklar uchun. Bu ish 18 yoshdan 50 yoshgacha tajriba shart emas deyilgan. Ya'ni ish jarayonida o'zlari o'rgatib ishlab ketasizlar. Tilni bilish shart emas, lekin nemis tilini bilsa o'ziga yaxshi deyilgan. Albatta nemis tilini ozroq bo'lsa ham o'rganib ketgan yaxshi, chunki deganda muloqot bo'ladi boshliq bilan, boshliqning gapiga ham ozgina bo'lsa ham tushunish kerak bo'ladi. Xo'p, kerakli hujjatlar deyapti. Yevropa Ittifoqi pasporti, yashash kartasi deyapti va 24-band. Bu 24-band endi Germaniyadagi qonunlarning qaysidir qismi. Buni unga qiziq ko'rmadim, chunki bu kerak emas bizga. Yevropa Ittifoqi pasporti yoki yashash kartasi borlar uchun bu ish ayni muddao shunday aloqaga chiqib turib to'g'ridan to'g'ri joylashib ketsa bo'ladi. Agar sizlarda bu bo'lmaydigan bo'lsa, ya'ni mana shu 3 tasi ko'rsatilgan bo'lmaydigan bo'lsa, bunaqa dokumentlar sizlar to'g'ridan to'g'ri ish beruvchi bilan gaplashib turib taklifnoma olishinglar kerak. O'sha taklifnoma qo'lliga olganlardan keyin qo'lliga olmaysizlar, pochta orqali keladi onlayn, o'shani chiqarib olasizlarda, to'g'ridan to'g'ri elchixonaga borasizlar va vizani to'g'rilab turib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, bu yerda mas'uliyati bor, ya'ni ish beruvchi ishchiga qanaqa mas'uliyatlar zimmasiga qo'yadi, bu yerda yozib qo'yibdi. Buyurtmalarni mijozga yetkazib berish kerak, tovarlarni qabul qilishda yordam berishi, mahsulotlarni yig'ishi, tovarlarni FBAga ko'chirishi kerak bo'ladi. Xo'p, sinov muddati 3 kun deyilgan, ya'ni 3 kun davomida sinov muddatida yurasizlar. Keyinchalik u yog'iga уже oylik yozilib boshlaydi, ya'ni kuniga, soatiga sizlarga pul berishni boshlaydi. Koordinator Larisa deyilgan, ya'ni hozir sizlar agar mana shu ish sizlarga ma'qul keladigan bo'lsa, murojaat qoldiringni bitta bosib turib, boyaginaqa anketaga olib o'tadi. Hozir buni ham ko'rsatib beraman. Xo'p, mana hozir anketaga olib o'tdi, yana anketa topshirish. Bu yerda ham hozir boyagidek bu yerda rus tilini tanlab olamiz va rus tilini tanlab olganimizdan keyin mana shu yerda
rus tilida bizni o'zlarimizni daniylarimizni kirgizib topshirishimiz ham mumkin bo'ladi yoki telefonlashib yoki SMS yozishib bog'lansak bo'ladi. Koordinator bu Larisa, ya'ni sizlar Larisa degan qiz bilan bu yerda hozir gaplashasizlar. Agar murojaat qilmoqchi bo'lsanglar, ya'ni ishga topshirmoqchi bo'lsanglar, bu Larisa endi yo ish beruvchining yordamchisi bo'ladi. Ya'ni ish beruvchi o'ziga yordamchi qilib mana shu Larisa degan qizni tayinlagan va sizlar mana shu Larisa bilan gaplashasizlar. Xo'p, keyingi 3-vakansiyamiz bu ham Germaniya davlatida, Germaniya davlati Mainz degan shahrida bo'ladi. Xo'p, ish turi elektromontajyor. Bu yerda to'lov sof 13 euro soatiga deyilgan, ya'ni soatiga 13 euro qo'llaga tegadigan summa. 11-12 euro soatda bu sinov muddatida. Sinov muddatida mana shunaqa summa olasizlar. 2 hafta ichida ish haqi soatiga 13 eurodan ko'tariladi. 13 euro bo'ladi deyilgan, ya'ni 2 hafta ishlaysizlar, keyin 2 haftadan keyin yo'q 13 eurodan qo'llaga sof beradi. 2 hafta mana shu 11-12 eurodan olasizlar. Xo'p, buni suhbat davomida muhokama qilish mumkin deyilgan. Buni ham shu koordinator bilan gaplashib hal qilasizlar. Xo'p, 13 euro soat ish vaqti deydi. Mutaxassisning o'rtacha oylik maoshi 3000 eurodan 5000 eurogacha, ya'ni o'sha yerda ishlayotgan hozirda elektromontajyorlarning oyligi 3000 eurodan 5000 eurogacha. Bu qo'liga tegayotgan summa hisoblanadi. Pastroqqa tushamiz. Jadval ish davri dushanbadan jumagacha ish bo'ladi. Shanba ba'zan ish kuni deyapti, ya'ni ba'zida ish, ba'zida dam olish degani bu. Yakshanba kuni albatta dam olish kuni bo'ladi. Kuniga 9 soat 11 soatgacha ishlaysizlar. Oylik oyiga 170-240 soat garantiyasi bor, ya'ni mana shuncha soat ishlaysizlar degani. Endi uni soatga ko'paytirib hisoblab olaverasizlar. Turar joyi to'lovi o'ziga mavjud, ya'ni oyiga 3300 euro. 300 euro ekan, ya'ni sizlar oyiga 300 euro kvartirasiga to'laysizlar. Bular o'zlari kvartira topib beradi va 300 euro oyligilardan olib qoladi. Kvartirada 2 kishi joylashadi, ya'ni sizlar bilan yana bitta, masalan, o'zingizlar boradigan bo'lsangiz, yonigalarga bitta ish qo'yib beradi va kvartirada 2 kishi yashaysizlar. Endi ish kiyimlari keladigan bo'lsak, bepul berilar ekan, ishga o'tkazish deyapti. Bepul taqdim etiladi. Ishchilar mustaqil ravishda yoki ish beruvchidan mashinada ishlashadi. Bir toifali haydovchilik guvohnomasi talab qilinadi. Bu ham endi kvartiradan ishxonagacha bo'lgan masofaga bitta mashina qo'yib beradi. Xohlasanglar, agar bir toifadagi haydovchilik guvohnomasi bo'lsa, ya'ni ishchi shunaqa guvohnomasi bo'lsa, tagiga bitta mashina ham berar ekan. O'sha mashinada ishga borib keladiga qilar ekan. Xo'p, ish kimlar uchun? Erkaklar uchun albatta bu ham yoshi 25 yoshdan 55 yoshgacha bo'lar ekan. Xo'p, tajribaga keladigan bo'lsak, majburiy tajriba majburiy deyapti, ya'ni tajribasi bo'lishi kerak. Yevropa Ittifoqi standartlariga muvofiq kamida 2 yil shunga o'xshash ishda ishlagan bo'lishi kerak, ya'ni 2 yillik tajriba bo'lishi kerak degani bu. Savdo markazlarida, do'konlarda, sanoat obyektlarida elektron o'rnatish tajribasi, yoritish, dizayner, lampalar, simlar va panellar bilan ishlash tajribasi kerak. Elektr tizimlarini o'rnatish va ishga tushirish tajribasi kerak. Elektrchi ham ta'limi kerak bo'lar ekan. Tilni bilishi majburiy, ya'ni rus tilida bilishi yoki nemis tilini B2 darajada bilishi kerak. Uni ko'pchilik nemis tilini B2 darajada bilmaydi, o'shaning uchun rus tili ma'qulroq bu yerda. Kerakli hujjatlar ham aytib o'taman. Polsha ish vizasi, yashash kartasi va Yevropa Ittifoq pasporti deyapti. Mana shu uchtasidan bittasi bo'lishi kerak. Agar sizlarda bo'lmaydigan bo'lsa, to'g'ridan to'g'ri boyagi koordinatorga shundoq chiqasizlar. Mana koordinator yozib qo'yibdi, Elena deb. Mana shu Elenaga aloqaga chiqasizlar. Menga taklifnoma yuborasan, o'sha taklifnomani elchixonaga olib borib, vizam to'g'rilab boraman deb o'shanaqa kelishasizlar. Bu yerda endi mas'uliyatlarni yozib qo'yibdi. Bularni o'qib o'tirman, chunki video cho'zilib ketadi. Bular o'sha elektromontajyorni qiladigan ishlari. Menimcha sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Har bitta postdagiga murojaat qoldiring deb mana shunaqa silka qo'yib qo'yganman. Mana silkaga shundoq kirasizlar va o'zingizlar ish beruvchining yordamchisi bilan aloqaga chiqib, o'zingizlar hal qilasizlar. Men hech qanaqa, yana bitta aytib o'taman, hech qanaqa konsalting firma yoki ishga yuboruvchi emasman. Menga umuman sizlarning pullarni olmayman ham, boshqa ham qilmayman. Prosta Telegram kanaliga obuna bo'lib, mana shu silkadan o'tib o'zingizlar ish topib ketishingiz mumkin. Xo'p, Telegram kanalimni yana bitta ko'rsatib o'tib ketaman. Mana shu QR kodni skaner qilsanglar yokida Xorazm pastki ish, pastki e'lonlar deb yozadigan bo'lsanglar, poyskka mana shu logotipli Telegram kanalimiz kelib chiqadi. Bemalol o'tib, mana shu yerdagi Germaniya deb poyskka yozib turib ham topsanglar bo'ladi. Germaniya deb yozasizlar va sizlarga mana shunaqa ishlarni chiqarib keladi, ko'rishlar mumkin mana. Xo'p, video shulardan iborat edi. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmanglar.